yangi M4 kelibdi deb o'ylashdi. Yo'q, bu mashina o'sha O'zbekistonda bitta bo'lib hisoblanadigan Humoyinning eskicha BMW'si. Shuni dizaynerlar qaydan o'ylab topadi bilmayman. M Competition'ga shunaqa yarashib qo'ygan. U ham mayli, buni rangini biz Humoyin bilan kelishib Vicron kompaniyasiga murojaat qilgandik, bizga tako zo'r rang tanlab berishdi. Misol uchun menga yoqdi, sizgacha. Xohlasangiz kabriolet ustini ochib olib, xohlasangiz yopib olib, bemalol maza qilib haydab yurasiz. 3 litrli twin turbo. Bu mashinani Oybek ko'chalarida xuddi shunaqa mashinalar bor, men o'zim ko'rganman. Kechqurunlar tako chiqib olib, vortib o'tadi, vortib o'tadi. Radar borligini bilmaydi. Masalaga iminni BMWchilar juda ham sho'x bo'lasizlar-ku. Eslatma qilib o'taman, inspektordan Mike S Pro degan modeli bor. Mana mashinadan bitta bosib o'ring. Ixchamligini qarang, buni shirinligini. Rostdan ham M Competition'ga yarashadigan modelni chiqarib qo'ygan. Video registratori bor. 2 ta elana uslitri bor. Bekordan bekorga sizni asabingizni buzmaydi. Ko'pchilik eski modelni boshlaganimizda eski modeldan yangi modelga olishimizga ishonmagan. Mana o'shalar uchun 60% holatida bitgan holatda sizlarga video olyapman. Xudo xolasa bitgandan keyin bitta video qilib berishim uchun like, kommentariyalarni bo'ngillatib, BMWni yaxshi ko'radigan va xuddi shunaqa eskicha mashinangiz bor do'stingizga jo'natib qo'ying. Back After Tuning doim sizning xizmatingizda.